Belgiyalik Uyg'ur Yar fondi yaqinida turmada jazo o'tayotgan professor Ilhom To'xtining onasi Nasibxon Qunaxunning buningdan 2 yil avval vafot bo'lganligi haqida uchragan. Uchurda Ilhom To'xtining onasining yuzini ko'rolmaganligi, hatto o'limidan xabarsiz qoldirilganligi eskartilgan. Uyg'ur Yar fondining yetakchisi Abduvali Oyibning egallashicha İlham To'xti tutqun qilingan kuni onasi Nasibxon Beyjingda Ilhomning uyida turayotgan bo'lib, tutqundan uzun o'tmay yurtda otishga qaytib kelgan. Bu İlham Malim o'zining mudaffagan bizmi ko'rgan onasini shu Beyjingga kelib davolatdi. Ko'pincha qishda yenib keldi Beyjingga. Bu onamizniki qon besim batdi. Yurak kesilyapti. Yurak parisining qo'liga ko'z silinganiga o'z ko'zi bilan shohid bo'lgan Nasibxon onaning otishga kelgandan keyin aslida bor bo'lgan qon besimi va yurak kesili texmo og'irlashgan. İlham To'xti tutib ketilgan chaqda shu onasi Nasibxon Qunaxun onamiz endi borgandik. İlham To'xti tutib ketgan chaqda Nasibxon onamiz Beyjingda İlham To'xtining uyi bor. Markaziy Millatlar Universitetining oila qurusi dabba. Ma'lum bo'lishicha 10 yilcha ko'z ish qurmagan Nasibxon ona 2022 yilning 5-ida ko'rish quvvati tamoman yo'qolgan holatda Otish shahar ichidagi o'ltirishlik oilaliklar qurusida 76 yoshida jon uzgan. Şu 2017-yili bu İlham To'xti Malim kirib ketib 3 yil bo'lgan chaqda adamni tunima so'p qopdiki. Balkim to'la yig'lab azoblanishda qolgan bo'lishi mumkin endi. Endi o'sha 2022-yillari Xitoy qattiq qamal qilgan mezgilida shu qon besim, yurak kesil sababidan doktorga vaqtida ilib berilmay tugab ketibdi. Telefonimizni qabul qilgan mazkur oilaliklar qo'rusidagi aholi komissiyasi xodimi Nasibxon onaning o'lim uchuri haqida ma'lumot berishni keskin tonda rad qildi. Voy. Nima, qanday bo'lingiz yaxshimi? Chimo. Ya, ma Otish shahar ichidagi bir oilaliklar qo'rusimi? Ha. Mush qo'roda o'tgan Nasibxon Qunaxun degan ayol ma Ilhom To'xtininki opasi. Shu ayol qachon tugab ketdi? Biz hozir sizning savolingizni javob bermaymiz. Yani şu ölümünü uzatish jarayonida turmadagi o'g'li bu Ilhomni shu o'lim ishlariga qatnashtirmadimi? Ekanmidimi? Kimlikni xizmat qilishgan har qanday isbot materiallarimiz ko'miga asosida biz sizga hech qanday javob bermaymiz. Ha, bo'ldi. Ma'qamsa, ma'xus. Ma'qul. Mazkur qoroning amalli xodim bo'lsa, Nasibxon onaning o'limini yaqin urug' tuqqanlar bilan uzatilganligini bayon qildi. Aslimiz qo'rodikiligi Nasibxon Qunaxun degan ayol qachon tugab ketdi? Shunaqa Anvar To'xti degan soqchining opasi. Bir bolasi turmada Ilhom To'xti. oldu. Ha, tugab ketganda doktorxonada tugab ketdimi, uydimi? Doktorxon davolnikli o'zi tugab ketib qoldi. O'limiga siz bordingizmi? Ha, bizni qo'shni bo'lgan kechirimizda endi. Hamda u oilaga odam ko'p kelishga bo'lmaydi, 20 dan ortiq odam kirishga bo'lmaydi deydigan cheklamalar bor-ku. O cheklamani yo'qdi. Shuni xohlagancha kirib, xohlagancha chiqqan jamoat, shundaqmi? Nasibxon onaning o'limining oddiy va tinch uzg'anligini ilgari surgan bu xodim o'lim marosimi jarayonida soqchilarning musibatli oilani yoki zaratkorlikni nazorat qildigan ishlarning bo'lmaganligini ta'kidladi. Nazar o'tkazilganmi? Ya, nazaratda qazanni ismini ya qazan asmidi. Shu nazarga soqchilar keldimi, ustida turdimi, qatnashdimi? Hamsi ballarning xizmatdoshlari kelgan. Zaratkorlikqa bilib chiqdingizmi, zaratkorlikqa? Ya. U yana Ilhom To'xtining onasining o'lim ishlariga qatnashmaganligini dalilladi. Sizning ko'zatganingizda o'lim ishlariga qatnashganlar ichida o'g'li Ilhom To'xti bormi, yo'q? Yo'q. Xabar topdimi? Yo'q. Doktorxonada davolanayotgan vaqtlarda, sakrat tushgan vaqtlarda bu Ilhomni kelib ko'zatgan bo'lishi mumkinmi? Shu o'g'ilni. Meningda xabarim yo'q. Navbat Shvetsiyada yashayotgan sobiq soqchi Yo'lbos apandi Ilhom To'xtining onasining o'lim marosimiga qatnashmaslik ahvoli haqida ta'sirotini bayon qildi. Xitoyda turmada jazo o'tayotgan jinoyatchilarning bevosita tuqqanlardan o'lganlar bo'lib qolsa, turma taraf odatda jinoyatchilarga xabarda qiladi. Endi bu to'g'risida turma qonun belgilarida aniq belgilama yo'q. Mushta cho'qim xabarda qilsa deydigan bir ish yo'q, lekin shu mahbuslarningki o'ngishlishiga, tuzilishiga yordam bo'ldi degan maqsadda turma tarafning qilib kelayotgan ishida hamda davomlashtirib qilib kelayotgan ishlari bu. Shundoq agar jinoyatchininki bevosita urug' tuqqanlaridan o'lganlar bo'lib qolsa, turma taraf odatda xabar qiladi buni. Ammo bu to'g'riliq maxsus belgilama yo'q, cho'qim xabar qilsa deydi. Masalani psixologik nuqtadan kuzatgan Yo'lbos apandining qarashicha, o'lim xabari garchi ochiq bo'lsa-mu, o'lguchining yuzini ko'rish, vasiyatini anglash, silatlarini eslash va uning uchun duo qilish musibat egasining qalbidagi azobni yenikiltidi. Endi bu musibat xabari ochiq bo'lsa-mu,
Ammo shu oila taobatning o'lguchining yuzini oxir qatim ko'rilish orzusi, masalan shu vasiyatlardan xabardor tepish qatorliq bururish ishlar shu musibat egisiningki ichidagi azobni yengiltish rolini o'ynaydi. Ölüm xabarini kechikib yoki pushtum tut anglash bo'lsa, judolik tuyg'usiga, hasrat va gunohkorlik tuyg'usi ketilib, musibat egisini hassilab, azoblaydi. Şoňa Yolbas Efendi Xitoy doiralarining Ilhom To'xtini onasining o'limidan xabarsiz qoldirishini yovuzlik bilan ayblaydi va Ilhom To'xti ustilab berilgan jazo deb qaraydi. Bizda bir odam o'zininki bevosita tuqqunning ilm xabarini ololmaslik intayin azobli bir ishchi bu. Shunga Xitoyning Ilhom To'xtininki opasining ilm xabarini uning vaqtida bildirmasligi onu şekilsiz qiynash, yana shu ruhiy zarba berish bo'lib, bu insonlikqa xilop bir xil jazolash usuli deb qarayman. Yolbas Efendining yana eskartishicha, demokratik davlatlarning turma qonunlari mahbusni o'zgartirishni maqsad qilgan bo'lg'achqa, mahbusning bevosita oila a'zolari vafot bo'lgan mezgilda oilasini ziyorat qilishiga ruxsat qilish orqali mahbusga insondochilik nuqtasidan ta'sir ko'rsatish yo'lini tutadi. Demokratik davlatlarda bo'lsa, turmaning roli mahbusni o'zgartirish, yaxshi odam bo'lish uchun bir tarbiyalash. Shunga ularda agar shunday musibat ishlar bo'lib qolsa, ularning kendi miyat uzitish ishlariga qatnashishiga ruxsat beradi. Bu orqali endi shu mahbusninki insoniylik to'g'risida endi qayta o'ylanish, o'limni aslash fursati berib, tarbiyalash maqsadiga yetalaydi-da. Diktator va mustamlikachi davlatlarning turma qonunlari mahbusni yo'q qilishni maqsad qilgan bo'lg'achqa, mahbusga bundoq bir insoniy marhamatni ortiqcha deb qaraydi va bu mezgilni ustilab jazolashning bir fursati deb to'naydi. Ammo Xitoyda bo'lsa, bu turmaninki roli faqatla bo'libmi shu Uyg'urlarga nisbatan roli faqatla jazolash ham yo'q qilish. Shunga endi ularda bu mahbuslarga insoniycha muomala qilishni endi bir ortiqcha ish deb qaraydi. Hatta bundaq musibat ishlaridan xabardor qilmaslikdan endi mahbusni ustilab jazolashning fursati deb qarab, undan foydalandi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida professor Ilhom To'xtining onasining 2 yil burun vafot bo'lganligi va buningdan Ilhom To'xtining xabarsiz qoldirilganligi haqida anglatish berdik.